Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoyning ko'ziga miqdaq qadalgan binolarning chiqib etilganligi dalillandi. Ürümçide yıllardan buyon qad ko'tarib turgan va Uyg'ur xalqi uchun faqatli savdo saraylar emas, nurg'un narsani ifodalaydigan mashhur bino Rabia Qodir savdo sarayi va uning yanidagi Aqida savdo sarayining chiqib etilganligi dalillandi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Sharq Turkiston va O'rta Osiyoning savdo sohasida keng tunilgan Ürümchidagi Rabia Qodir savdo sarayi o'tgan juma kuni chiqib etilgan bo'lib, mazkur savdo saray Uyg'ur jamiyatida 1990-yillardan keyin zo'r bir turkum savdo korxonachilarning yetishib chiqishiga moddiy va ma'naviy jihatdan turtki bo'lgan edi. Xitoy rejimi 2009-yili 5-iyul Ürümchi qirg'inchiligidan keyin binoning egasi Rabia Qodir xonimni mazkur voqeaning qo'zg'ovchisi deb ayiblash bilan birlikda mazkur savdo sarayig'imi pechat selib mulozimatdan to'xtatgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari binoni chiqishning oldi-keynida binoning sohibi Rabia Qodir xonim yoki Ürümchidagi oila tabobiatlariga hech qanday uqtirish qilmagan. Jamiyatga chiqilish sababi haqida izohat bermagan. O'tgan hafta Amerikada yashayotgan lager shohidi Zumrat Davud xonim aloqador kanallar orqali Ürümchidagi Rabia Qodir savdo sarayining chiqib etilganligi haqida uchur olganligini texmo tafsili egilash uchun Xitoyning davlat axboroti va ijtimoiy taratqullarini, jumladan Douyin izchil kuzatgan bo'lsa-mu, mazkur savdo sarayining chiqilishiga oid hech qanday uchur, uqtirish yoki rasm uchratmaganligini, sarayning sohibi Rabia Qodir xonimmi Ürümchidagi oila tabobiatlari bilan aloqa uzukligi sababidan binoning nima uchun qilganligi, iqtisodiy ziyonning qanday bartaraf qilinganligi haqida ma'lumotga erishalmaganligini bildirib, ijtimoiy uchur vositalarida uchur tarqatgan edi. Erkin Osiyo muxbiri Shuhrat Ushur apandi mazkur uchurning to'g'ri xatoligini oydinlashtirish uchun Ürümchidagi aloqador idora organlariga telefon qilgan bo'lib, xodimlarning ko'pinchisi Rabia Qodir degan ismni ig'izdan chiqarishi bilan temaning sezgur ekanligini eskartib, savollarga javob berishni rad qilgan. Zumrat Davudga kelgan uchurda deyilishicha, Rabia Qodir savdo sarayi chiqilgan kuni jiddiy bexatarlik tadbirlari e'lingan. Bu tadbirlarning bir parchasi sifatida mazkur savdo sarayi joylashgan yo'l va atrofdagi ko'chalar nazorat ostiga e'lingan. Atrofdagi sayohat o'rinlari ziyoratdan cheklangan. Shuhrat Ushur Ürümchidagi G'olibiyat soqchixonasi xodimidan Ürümchida Rabia Qodir savdo sarayi chiqilgandan keyin vaziyatning qanday ekanligini so'ragan bo'lib, bu xodim vaziyatning normal ekanligi, chet ellik sayohatchilar cho'ng bozor atrofini ziyorat qila oladiganligini aytgan, ammo binoning chiqilganligini inkor qilmagan. U yana sayohatchilarning cho'ng bozor va muzey qatorliq o'rinlarni ziyorat qila oladiganligini bayon qilish jarayonida mazkur tavallikdagi mashhur binolar qatorida Rabia Qodir savdo sarayining navbatda yo'q ekanligini tilga olgan. Shuhrat Ushur uningdan binoning nima uchun chiqilganligini so'raganida bu haqda o'zining anglaganlari borligini, ammo temaning sezgurligi sababidan bu haqda ma'lumot berolmaydiganligini aytgan. Zumrat Davudning yana o'qishicha, bino chiqilishining oldida atrofdagi do'kon va binolarni taqash haqida uqtirish tarqatilgan. Shuhrat Ushur yana shaharlik soqchi idorasining tashqi ishlar bo'limiga telefon qilgan bo'lib, navbatchi xodim binoning o'tgan juma kuni, ya'ni 29-noyabr kuni chiqilganligini oshkorlagan. Bu xodim chiqishga o'zlarining emas, shahar qurilish idorasi mas'ul bo'lganligini tilga olib, binoning chiqilish jarayoni haqida ma'lumot berishni rad qilgan. Ürümchidagi bir sayohat idorasi xodimi sarayning chiqilib bo'lganligini dalillagan. Zumrat Davud xonimga kelgan uchurda binoning portlatilganligi tilga elingan. Rabia Qodir savdo sarayi 1990-yili selingan bo'lib, bu sarayga yondosh bino Aqida savdo sarayi bilan qatqanda jami 30 ming kvadrat metr ko'lamda bo'lib, 600 dan ortiq do'kon, yig'in zali, to'y saloni, darsxona va mehmonxona yotoqlaridan tashkillangan. Saray savdo tijorat ishlaridan boshqa millatparvar ziyolilarning uchrashish joyi, yosh izlanuvchilarning tarbiyalanish makoni, xayr-saxovatchilarning ish boshlash o'rni qatorliq universal mulozimat o'rniga aylangan. Chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilarining qarashicha, bu savdo saray Rabia Qodir xonim Dunyo Uyg'ur qurultayga rais bo'lgan, farzandlari turmaga tashlangan va 2009-yili binoga pechat selingandan keyin Uyg'urlardagi milliy binokorlik va an'anaviy savdo mahoratining emas, balki milliy siyosiy maydon va irodaning simvoliga aylangan edi. Bu savdo saray ko'p yillar butun Sharq Turkistonning har qaysi joylaridan Ürümchiga kelgan kishilarning o'zaro ko'rishadigan, uchrashib fikrlashadigan, savdo va do'stlik aloqalari qiladigan bir muhim simvollik tugunga aylangan edi.
Rossiyaning sobiq prezidenti Medvedev Xitoyni ziyorat qildi. Rossiya axborot organlarining seshanba kuni xabar qilishicha, Rossiyaning yuqori darajalik bexatarlik amaldori Medvedev Xitoy amaldorlari bilan 2 kunlik suhbat qilish uchun Beijingga borgan. Fransiya xalqaro radiosining 11 dekabr xabar qilishicha, Medvedev Rossiya Oliy bexatarlik kengashining muavin raisi bo'lib, bu ziyorat Moskva bilan Beijing o'rtasidagi munosabatni cho'nqurlashtirish planining bir qismi ekan. Her iki taraf 2022 yılı 2 ayda Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishidan ilgari e'lon qilingan har sohadagi hamkorlikni kuchaytirishga va'da bergan. Rossiya davlat mudofaa ministri Andrey Belosov oktyabr oyida Xitoyni ziyorat qilgan bo'lib, ikki taraf suhbatning mudofaa va harbiy sohani asos qilgan munosabatni kuchaytirganligini aytgan edi. Rossiyaning sobiq prezidenti Medvedev Moskvaning Ukrainadagi urush harakatini oqlab kelgan eng keskin kishilarning biri bo'lib kelmoqda. Oldingi oyda u Amerikani boshqariladigan bomba ishlatib Rossiyadagi nishonlarga hujum qilishi orqali Moskvani yadro qurol ishlatishga kuch kiritish harakatiga astoydil muomala qilishini ogohlantirgan edi. U shu vaqtdagi so'zida G'arbni Rossiyani hargizmi ma'lum siziqdan o'tmaydi deb o'ylashning xato ekanligini ogohlantirgan edi. Kanada 8 nafar Xitoy amaldoriga jazo yurgizdi. Kanada Sharq Turkistonda kishilik huquqni dafsanda qilgan, jumladan Uyg'ur qirg'inchilik jinoiy qilmishiga chetilgan 8 nafar Xitoy amaldoriga jazo yurgizilganligini e'lon qildi. Kanada hukumati organ to'rining 10 dekabr xabar qilishicha, Kanada Yer shari ishlari ministrligi 2024 yili 12 oyning 10 kundan boshlab Sharq Turkistonda kishilik huquqni dafsanda qilish qilmishiga chetilgan 8 nafar Xitoy amaldoriga jazo yurgizilganligini e'lon qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Kanada hukumati Kanadaning Xitoy haqidagi alohida iqtisodiy tadbir nizomiga asosan qo'llanmoqchi bo'lgan tadbirda Kanada va Kanada sirtidagi Kanada fuqarolarining jazo tizimligiga kirgizilgan Xitoy amaldorlarini mablag' bilan ta'minlash, mol-mulk savdoga munosabatlik har qanday shakldagi muomala bilan shug'ullanishini man'iy qiladi ekan. Nizomnomadagi konkret cheklamada nishonliq shaxslar Xitoydagi kishilik huquq dafsandachilik qilmishiga qatnashgan sobiq Xitoy amaldorlari yoki navbatda vazifa o'tayotgan yuqori darajalik amaldorlar bor ekan. Jazo tizimligiga atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik xalq hukumatining raisi, partiya komitetining muavin raisi Qo'rjaq amaldor Erkin Tuniyaz, atalmish Uyg'ur Abdunum rayonining sobiq sekretari Chin Juango, Xitoy qurultiyi doimiy komitetining muavin raisi, atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumatining sobiq raisi Qo'rjaq amaldor Shuhrat Zakir, atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik siyosiy maslahat yig'inining muavin raisi Ping Jiaruy, atalmish Tibet Abdunum rayonining sobiq partiya sekretari Wu Yingji, atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik bexatarlik idorasining sobiq partiya komiteti sekretari Xu Liujun, atalmish Tibet Abdunum rayonlik hukumatining muavin raisi, Chexiya ministrligi partiya komitetining katibi Jang Hongbo, Xitoy Kompartiyasi ittifoqlik komitetining sobiq boshlig'i Yo Chuan qatorliqlar kirgizilgan. Avstraliya bilan Papua Yangi Gvineyasi Xitoyga qarshi kelishim imzoladi. Avstraliya bilan Papua Yangi Gvineyasi Xitoyni nishonlagan bexatarlik kelishimi imzoladi. Janubiy Xitoy atiganlik pochtasining xabar qilishicha, Avstraliya hukumati Papua Yangi Gvineyasi bilan bir hafta ichida ikkinchi qatim Tinch okean bexatarlik kelishimi imzolagan bo'lib, bu harakat Xitoyning rayondagi kun sari kuchayayotgan ta'siriga taqobil turishni maqsad qilgan. Bosh minister Antoni Albaniya va Papua Yangi Gvineya bosh ministri James Marape bu kelishimni birlikda e'lon qilgan. Bu kelishim Papua Yangi Gvineyasining 2028 yiligacha Avstraliya davlatlik robbi birlashmasiga qo'shilish va'dasini o'z ichiga oladigan bo'lib, 10 yilda $600 million mablag' selinishi mumkin ekan. Bexatarlik kelishimi Avstraliyani Papua Yangi Gvineyasi eng yaxshi ko'radigan bexatarlik hamrohi deb gavdalantirgan. Bu qadam Avstraliyaning Xitoy bilan bo'lgan raqobatda Tinch okeandagi diplomatik aloqasini kuchaytirish tirishchanligini aks ettiradigan bo'libmi Solomon taqim orali 2022 yili Beijing bilan bexatarlik kelishimi imzolagandan buyon bu xil qarshilashish texmo avjiga chiqqan. Hakan Fidan Suriyada terrorlik uvasining qurilishiga qat'iy yo'l qo'ymaydiganligini bildirdi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Suriyada terrorlik uvasining qurilishiga qat'iy yo'l qo'ymaydiganliklarini aytdi.
Türkiye Ovozi Radiosu'nun bugünkü xabarida bildirilishicha, Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Türkiye parlamentida o'tkazilgan yillik hamjot muzokarasida nutq so'zladi. İsrailiyaning xalqarалық qonunga parvo qilmay ishg'oliyatchilik ideyasi bilan Suriyaning zamin butunligiga hujum qilganligini ta'kidlab, G'azzani tubdan vayron qilgan Isroiliya amdilikda suriyalik qarindoshlarimizning kelajagiga tahdid solmoqda dedi. Hakan Fidan İsrailiyada ishg'oliyatchi ideyaning o'zgarmaganligini ta'kidlab, Turkiya bo'lib suhbatimiz bilan har doimqiga o'xshash suriyalik qarindoshlarimizning yanida turishni davomlashtiramiz dedi. U yana Turkiyaning Suriyaning milliy birligi, muqimligi, mustaqilligi, zamin butunligi va farovonligiga zo'r ahamiyat beradiganligini aytdi. Hakan Fidan Suriyada terrorlik uvisi qurilishiga qat'iy yo'l qo'ymaydiganliklarini ta'kidlab, Suriyaning terrorizm uvisi bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz. Daesh va PKKning hozirgi vaziyatdan foydalanishining oldini olish uchun kerakli bo'lgan har qanday ishni qilamiz. Terrorizmga qarshi kurashni ko'p taraflamalik va dinamik strategiyalar bilan taraqqiy qildirgan holda davomlashtiramiz dedi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.